Tez charchayman, stressga nimagadir, stress degan so'z keyin chiqdi-ku, charchog'im nimagadir ko'p deydi. Kimdir aytadiki, nizolardan qo'rqaman yoki nizolarga nimagadir moyilman. Kimdir aytadiki, shu oilada qanaqadir, shu er-xotin deydimi, qaynona kelinmi, bolalarim bilanmi kelishmovchilik. Kimdir aytadiki, nimagadir boshqacha harakatlar bilan nimadir boshlaymi, nimadir o'xshamaydi deb, keyin hammasini bundoq bir birlashtirsa, qanaqadir aniq ketma-ketlikda chiqadigan mavzular chiqadi baribir ham. Va agar deylik bularni keyin men olib kelaman, aytamanki, o'zi maqsadingiz nima edi? Bu muloqotdan yoki bu ijtimoiy rolda maqsad nima edi? Yoki hattoki mana deylik yosh kelin kuyovlarni olib kelishsa ham o'zi nima maqsad bilan oila quruvdinglar? O'sha maqsadinglar nima ediki, 1 oy qolmay, 2 oy qolmay bir-biringlardan charchab qoldinglar deb ba'zi vaqtda yoki mana ota-ona va bola muammosi bugun nimagadir birinchi o'ringa chiqib ketdi. Eng ko'p murojaatlar shular. Ota-onadan so'rasa, "Voy, bolani xohlaganmi?" Albatta xohlagandik yoki bolaga unda endi u savol bermaymiz-ku. Ota-onadan yaqin odam yo'q. Nima uchun nimagadir qanaqadir munosabatlarimiz o'xshamaydi, nimagadir qanaqadir kelishmovchiliklar bo'ladi deganda, shu o'zini bir ketma-ketligi bo'lish kerak. Hali oldingi safar aytganimizdek, psixika bu bizga bu olamni chizib beradigan narsa. Men faqat aynan o'zimning mutaxassisligimdan kelib gapiradigan bo'lsam, psixika bizga bu olamni chizib beradigan narsa. Chizib beradi u nimadan? Ya'ni obyektiv olamning subyektiv inikosi. Bizning shaxsimizdan kelib chiqqan holatda chizib beradigan narsa. Shuning uchun bola tarbiyasi juda muhim. Bolaga nimani ichiga shakllantirib bera olsak, u shunaqa odam bo'ladi va u shu ko'z bilan bu olamni ko'radi. Va o'sha ko'rganiga qarab munosabat qiladi, ishini qiladi, nima deydi, hurmatini qiladi yoki aksincha behurmatlik qiladi. Shuning uchun bu juda ham kerak narsalar.